Hamma uydan bir farzand bo'ldi ekan. U farzand ana, dada nima ishing bor, pishiring og'riyotamda, uyni ishni qanday qilamiz deb bu bola uyda shunchaga kuchigancha uydagilar dal shu farzandidan intayin norozi bo'ldi ekan. Dal shu farzandi hamish yaxshi qilmayotgan, hamish o'ylaganda qilmayotgan, ya pul topamayotgan, ya xizmat yaxshi qilmayotgan shu o'g'li ya qiz bo'ldi ekanmiz. Iliq aydishilda Мәш küçüzgü anda mani xejler degen farzand bek bilen bol bo'ldi ekan. Onundan hech kim og'rinmaydi ekan, qimmadan etmadan demaydi ekan. Ammo lekin men endi tug'ayliq shamni-chu, bu sham kuyib faqat shu nur ata qilayotganni, shu atani faqat his qilmaydi ekan. Men da qadam dalsizmi? Bunda farzand bir uydan birisi chiqadi ekan. Ya o'g'il bola, ya qiz bola. Dal mush farzand Fikrlerim manda qilvas bo'ldi, achilarim manda qilvas bo'ldi. Men o'ynash mandaroq bo'lsa, dadam onam japa chekib qolmaydi. Mandaroq bo'lsa, men uyda kasal bo'lmaydik. O'sha o'yna ishini kichikina bo'lsa, yenikilib bersam bo'ldi deb bu shunchaki kuchigancha dal mushadan og'rindigan, mushni saran qatar chiqargan, mushni tarsa mijoz qatar chiqargan dal shu yenimizga demlar ekan. Endi ba'zi farzandlarga bo'y turqini aqlliligini ish qutganini balkim bizga bayliq qilib bergandi. Ba'zilarimizga ancha bek chiroyli bo'lmasaqmi, kelishgan bo'lmasaqmi, palon idorada muvofiq bir amalimiz bor. Yilda 7-8 ming maosh oladigan, yilda bir hayotlik bordigan, Porsche mashinasi bor. Shunda taqsim etganda bu baxtni. Ba'zilarimizga yaşımız 35-40 çekice hiçni vücudu çıkaramaydigan, ama lekin ata-anamızdan yani piqirab bilan ketemeydigan, ata-anamız bizden vakitsiz ayrılgan vaqtida başqa farzandlar voysda pul topaman deb, xizmat qilaman deb, shu ata-anamning qishi turamabdi ekanman deb o'r yig'lab ichi siyilgan vaqtda ash yeni turgan, asham bo'lib kuyayotgan shu bolasi, anim bo'lsa men turibdi ekanman deb mushurkini tutgan vaqtda Gerçi pulum bo'lmasa ata-onam bilan bir turibdimi deb ash aqlini topdi. Lekin hozir onangga pul, dadangga pul deb mushundaq zaman yashayotgan vaqtimizda ata-onani rozi qilishmi bektasgan, ata-onalar dal shu yil pul topamayotgan, yil uyga jon dili bilan kuyindigan mush farzandidan doim qaqshab qoldi ekan, doim xapilab qoldi ekan. Bek oson xapilab qoldi ekan. Rost, chunki shu bolasi aytishni dal shu ata-onasining degandek, shu onasining, shu dadasining degandek yaxshi qilmayotgan bir farzand. Lekin kichikgina vaqt beringlar, shu cho'qim yaxshi qilalaydi bir kunsi. Agar men deyotgan bu ishlar sizning beshingiz o'talayotgan bo'lsa, qaqshimang. Bu dunyoni qaqshab o'zgartirolmaydi. Shu ishlarga rahmat deng. Dal sizning shunda ahko'nglingiz, dal sizning shunda ish qo'yganligingiz mushu yaqinlaringizning nazarda siz bir sarang, tarsa, nimcha joyli qilib turib oldigan, oiladagilarning ko'ngliga azor beradigan, turmushda baxtsiz, ya xizmat chiqolmaydigan, ya bola tug'olmaydigan, ya hech qanday bir apashtirolmaydigan, faqat og'zingizda quruq jozingiz bor, mijozingiz o'sal, mijozingiz chus, shu farzandga aylanib qolyapsiz. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Sizning yoshingiz 40 ta chiqqandan keyin ma'lum bir kunlarda bolangiz bo'lgan vaqtida balkim shu ota-onangizning qadriga yetasiz, ya ko'may qilib qolsa, balkim mushlar orqali o'zingiz bir dars olgandan keyin bolangizga siz shu xil tarbiyani bermasligingiz mumkin. Shuningga har bir beshimiz o'tilayotgan mushlarga rahmat deydi. Hammasi bir hikmat bordir. Ma'lum mazgul balkim uvalchilik uchraysiz, yig'laysiz, qaqshaysiz, ba'zi ishlarning deganingizdek bo'lmay qoladi. Balkim shuning ya 1 yil ketay, ya 2 yil ketay, yoki 5 yil ketay. Ma'lum vaqtdan keyin mushu siz o'ylagan ishlar cho'qim, siz o'ylagandek bo'ldi shuning ishining. Mening beshimda o'tilayotdi, bardoshlik bering. G'ayrat qilmasak, kulib turib, hammaga yaxshi muomala qilmasak, ba'zilar qaras adam uvalchiqda mening bunda qilg'im bordi, sen xato tushunyapsan, men qilolmadim deb ba'zi meni jirib ko'z qo'g'ilmaydi. Bu yaniki mimasi yo'q, ya bu yana ishkisi yo'q, ochiq silib ichib yenik ishkisi yeb qo'ydiganga. Shuningga hech kim ko'msa bir kuni his qilg'il bo'ldi. Hech kim ko'msa. Oq ko'ngillik ba'zi vaqtda
adamga dushman bo'lib qoldi ekan. Ah ko'ngillikdan ba'zi vaqtda adam o'ylabmi boqmagan uvalchilikni qalbiga silib oldi ekan. Ama o'zinglar kuyininglar, o'zinglar arzu qilishni o'nni qilamsanglarmi, birning bo'lsa qilinglar, birning qilamsanglar, yarmining bo'lsa qilinglar. Boshqalar uchun az ko'ngil bo'linglar. Shu vaqtda ko'ngillarmi azar yemaydi. Ochiqmi yutolmaysizlar. Boshqalarning nazaridagi sarang tarsa mijoz, eliq mijoz o'sal degan nomga qolmaysizlar, shu qalpoqni kiyib olmaysizlar. Xo'sh.